Bu Yusufxon, bu yoqda Fayzullaxon aldab o'tmoqchi bo'ldi. Islom olib qo'ydi. Islom Murodga pas berdi. O, Murod, ochiq darvoza ochiq, hayda Murod. Darvoza ochiq. Tep darvozaga. Tep. Gol! Ay, ikkinchi gol. Zo'r. Ya ikkinchi emas, Murodning ikkinchi goli. Murod, sen ikkinchi gol urdingmi? Ikkinchi goli 3-0. 3-0. 3-0. Opke, markazdan boshlaymiz. Tez opke. Tez opkanglar. Opkanglar. Tez opkanglar. Ilmiy tajriba o'yini bo'lyapti, ilmiy eksperiment. Bolalarning qo'llari bog'langan, ko'zlari bog'langan. Yo, ikkinchi taymda ko'zlaringni yechamiz, qo'llaringni keyin gollar hisoblanadimi? Gol hisoblanadi, nima hisoblanmaydi? Tayyor turdik. Davlat. To'xta, stop. Davlat. Sen mana ularning komandasi, har kun shularning komandasining ichiga kirib olibsiz. O't bu yoqqa. Bularning ichida, sizlar ham nima davlatni o'rab turibsizlar? Davlat, qachon kallangiz ishlatasan uka? Qanday boshlaymiz? Yo, menga qara, sen bularning komandasining ichiga kirib olib pas qabul qilyapsan. Hozir sentrdan boshla, noto'g'ri. Boshla. Yusufxon to'p bilan ko'k kiyimli komandaning o'yinchisi Humoyun olib qo'ydi. To'p uchun talash bo'lyapti Yusufxon bilan Humoyun o'rtasida. O'yna. Fayzullohga pas berdi, to'p Fayzullohda. Fayzulloh Davlatga tepdi, noto'g'ri pas berdi. Kamol o'tib boryapti to'p bilan. Darvozaga yaqinlashdi, tepdi. Darvozabon Farhodjon to'pni ushlab qoldi. Darvozabonga borib Kamol yopishdi, lekin Farhodjon aldab o'tdi. Undan keyin Murod bordi, uni ham aldab o'tdi. Humoyun Farhodjondan to'pni olib qo'ydi. Darvoza yana bo'sh. Yana gol. 4-0. Darvoza bo'sh qoldi. Bu safar Kamol gol urdi. Opke, markazdan boshla. Opke, markazdan boshla. Opke, markazdan boshla. 4-0. Qizil kiyimlilar 4 ta gol urdi. 2 asist. Gol urganlarga 5 ochko, asist qilganlarga 5 ochko. Yaxshi. Markazdan boshlaymiz.